Mikrofon. Bilet, qachonlik yasab olsam bo'lmaydimi o'zimga qarab olsam? Ha? Haqiqatan hamma yoshlarda bo'yotdi. Bilet, hammaga assalomu alaykum. Bola shunaqada ko'ryapsizlarmi anu? Oxir shu bolani ishdan haydab yuboraman-da. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birasa qildimmi men birovga? Bugun yomoni bo'ladi nimani? Obzor deydimi, nima bilmayman, ish qilib. Bugun xudo xolisa Dubaydagi eng zo'r restoran, osh, o'zbek restoran, eng qimmat restoranni obzorini qilamiz. Hozir tez yuvib olib, proteinlarni ichib olib, uyga kiryapmiz. Mana kalt qani? Bu 30.02 tentak. Nega birovnikiga ketib qolamiz? Sharmanda bo'la. Sanday o'tda tursa o'zi ko'rdinglarmi? Sharmanda qiladi. Ochiq deb qo'yadi. Qo'limga mingta narsa berib qo'ygan qara. Qanday ish qilib bugun efirni yoramiz. Kakras. Mashinani ham ko'rsataymi? Mashinada yurasizlar. O'zi to'g'risi aytsam, bekitgan 3 ta mashinam bor. Atak mana shu kommentariyada 3 ta mashinam qanaqa mashinaligini aytsanglar. Bugun bittasini ko'rasizlar, ikkitasini topishinglar kerak. Faqat o'sha yozganinglarni yili bilan topinglar. Topgan odamga $100 beraman kommentariyada. YouTube'da harakat qilamiz. Kamroq, sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun qayerdadir kesilib qolishi mumkin videolar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Men dushga hozir ishdan chiqaman, outfit kiyinaman и tapchkam bosma, o'sha qimmat turadi. Nima qildim men hozir masalan? Birasa qildimmi men birovga? To'g'risida ish qilish shunaqa, cho'milib, po'milib, sirazi tayyorlanib, kakra sartaroshga tushaman, sartarosh xonamni ham ko'rasizlar. Bahoddiy va sartarosh xonani ham ko'rsatib ketamiz. Так что shunaqa gap. Hammaga rahmat. Hozir men kelaman. Cho'g'ilib ham chiqdik. Mikrofonlarga chaqib qo'ydik. Qo'ymayapti deb ashi bo'laman. Mayli. Endi bu yog'iga hammasi bardak. Kelin bolam o'zi yig'ishtirib oladi. Qolganini buni bu yoqqa. O'ylaymanki, undan oldingi video sizlarga yoqdi. Juda zo'r to'sa bo'ldi. Endi polni qo'yib bera olmadim. Sababini bilasizlar. Aytdim men o'shanda sababini. Chunki men nima deydi, o'tda ular xohlashmadi prosta. Videoda bo'lishi atak tusovkani yomoni bo'ldi. Lekin afsus, balalar xohlashmadi. Mayli, nima deymiz? Zo'rimiz bor, zo'rimiz yo'q. O'shanga o'zimizni tusovka qilaveramiz. Keyingi safar zo'r qizlarni chaqirib tusovka qilamiz. Qo'yaman video. Xafa bo'lsa xafa bo'ladi endi, nima endi? Xotindan qo'rqqan kesib tashlaydi. What? Xotinlarni hurmat qilish kerak. Sevish kerak. Sevmasa bo'lmaydi. Bu elektrolit. Bilasizlarmi elektrolitni? Hamzatlar ham ichishadi-yu. Mana shuni nimaga qo'shib o'rab qo'yay. Shu bilan ichib o'rab qo'yay. Bugun ichmadim-da. Xo'sh. Yig'ishtirgan kelib ketdimi? Ana narsalarni qo'yib ketdimi? Ichmasak bo'lmaydi, bu kerak organizmga. Chunki nima ko'p? Terlaymiz ko'p. O'shanga trenirovkalarni boshlab oldim. Почти 10 kun trenirovka qilmadim, mazam bo'lmadi, shamollagandim. Shunaqa gap hozir. Belok yeyish kerak. Belok yemasa bo'lmaydi. Qancha belok o'rniga mana buni urib yuboramiz. Zirnovoy такой tvorog. Sal jирныйroq, chiqsa yo'q. Bu yerda ham bor. Такой maza qilib bitta yeb olsam, keyin outfitni ko'rsataman, anaqa kiyinishimni. Keyin oshga, yo'q, sirotchi oldiga, sirotchi ham kutyapti, to'g'ri kiraman deganman. Tak mana. Anu
brendlarga o'xshab hozir brend bo'lib ketayotgan unda qiyshayib turib orqasida to'la tapichka qo'yib turib krossovkalar qo'yib turib reklama qilyapti qanaqadir bola biz ham bir outfitlar qilaylik lo muzika endi afterski uradida o'shaning uchun o'zim muzika aytyapman lo don bo'lardim shunaqamidi mana ish qilib outfit ochkin taqso endi qaysi ochkin taqib olamiz endi tak menimcha qo'ran taqqanim yaxshiroq guchchimi guchchi kir bo'lib ketmagan bo'lsa va tak ochkin taqso bu yog'iga normal bo'ladi qani soch qilamiz bo'ldi yedimi yaxshimi yo boshqa ochkin taqaymi oqimmi shu yaxshimi ketdimi ketdi bolalar hammaga rahmat bizni surdik eshikni yopamiz suramiz liftga chiqamiz rahmatalla ham professional bo'lib ketyapti borgan sari uzmasdan olamiz uzmasdan voy shu mikrofonni boshqacha yo'llari yo'qmikan hozir sartarosh necha bo'ldi soat tak 10 minutdan keyin sartarosh edi sartaroshga soch chiqib qo'yadi bu yoqni ko'rasizlar hozir endi sekin uylanib yuborishim kerak edi-ku sal qoldi uylanib yuborishimga ну afsus shunaqa bo'ldi bo'ldi radnoy nima deyishdi o'zi sizga necha pul deyapti sarvar radnoyim kripto necha pul deyapti o'zi предложениesiga вроде yomon emas gaplashdik нормальный oddiy обручалка olib berar ukam nima $300-400 обручалка olib bo'ladi kerak emas bu brilliantga osilmay tur kerak emas brilliantga yarasha bo'lsa keyin olasan uni ukam uni vaqt ko'rsatadi hech qachon shoshmanglar mana men даже 1,5 yildan keyin o'z предложение qildim lekin mana to'y ham bo'lmadi menga nasib qilgani mana Aishaxon ekan главный sponsor Aisha hamma joyda moda bo'lib ketdi chikki baba bizani gostinitsi bu otel apartment hay sekin chiqibmiz bu mana holda o'zi pianinochilar bor mana такой pianinochi kelib o'ynaydi yoradi o'ynashi ham How are you? Bu Almaz, olib qo'y Almazni. Alayhissalom. Umidjon. Alaysan. Umid Buxarskiy. Siroj Tashkentskiy. Yaxshimisan? Isbet qilmadimi hali? Ko'pmi? Bitta Amerikani bersan. Obidal, assalomu alaykum. How are you? Abidol Yigipskiy. 30 gram protein. Oh, this is my blog in the YouTube. Really? You will be famous. It's okay. Can I have the Americano, please? Yeah, Americano and room temperature water. Bu salon ochilganiga qancha bo'ldi, xudo xolisa? 6 yildan beri bo'lsa, sen 6 yildan beri tanir ekanman-da unda. 6 yilmi? Qanaqasiga? Sen bilan Coviddan keyin tanishdingmi? Coviddan oldin emasmi? Coviddan keyinmi? Ishqilib Siroj bilan Coviddan keyin tanishganmiz. Shu ukam necha yildan beri mana 2021da ekanda, 5 yil bo'ladi-da. 5 yildan beri sochimni sholadi. Ishqilib umri uzoq bo'lsin. Bu joy bizani o'zimizdan yaqinimizdan joyi, Carlos ismi.
Carlos Egiptli adashmasam. Egiptdan uyami? Egiptyanku. Shunaqa, angliskiy stildoshga. Uni xotini Angliyadan, xotini такой bizneswoman. Yoradi bizneslarni. Sochimizni qilib qo'ysa, keyin sekin oshga ketamiz. Men bu qizchaman, tirnog'imni qiladi. Qo'limni, oyog'imni. Sevgilimman. Ya. Umid. Ano. Sartaroshxonaning eng yoshi shuda, uylanmagan. Uylanmagan bo'ydoq, o'zim nima qilib o'rganman. You can put here. Yeah. Thank you. O'zim uylantiraman deyapman, lekin hozircha faqat Instagramda подписчик katta xotinlar bilan gaplashadi. Shunaqa. Hazillashyapman. Hazil deb qo'yaymi? Nimasiga skopkaga hazil. Buni hurmatli o'zi reklama qilganda, Dittoga nasib qilmaganlar Umidga o'tib ketdi. Rosa menga otilganlar keyin Umidga otilishdi. Umid ham lekin bo'dim bermaydi. U ham terib, tako. Yoshda hali. Uylansa bosilib qoladi, Sirojga o'xshab. To'g'rimi, Siroj? Siroj ham hozir bo'ydoq lekin, Siroj. Oxirgi 2 yildan beri bo'ydoqman. Yo'q. 3 yildan beri bo'ydoq, Siroj. Senga ham topishimiz kerak, Siroj. Bo'lmasa, yaxshidan. Almas Qirg'izistonlik endi boya ko'rsatdim, u uylangan, bolasi bor. Vafodor u. Shunaqa gaplar. Omad tilab qo'ymaysanmi blokimga? Ey. Blokimga omad tilab qo'yimda. Duo qil bitta. Qil duo. Osh qalay kechaga osh? Ta'mi buzilmabdimi? Yo'qmi? Tugatdingmi? Nimani? Lagannimi? O'zi etdi, o'zi lagan ham, boshqa narsalar ham qolib ketyapti o'zi. Hamma narsaga bahonangiz bor sizga. Oh, that girl, that me? Me? Of course, it's from Uzbekistan, bro. Yeah, of course. Amazing. O'zbekistondan keladi ovqat nimalari, produktlari. O'shanga aytadi, kecha osh olib keldim deb ularga birlagan. Maza qilib yeyishdi. Endi men diyetadaman, o'zimcha. Soxta diyetadaman. Bir yeyman, bir yemayman ish qilib maza qilib yeb olishdi ko'stayman. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch. No, it's like I can't escape your love. Escape your love. Escape your love. Yeah. Ya kerak emas. Ishonaman ukam. Nomer ading, короче. Kelaverasizlar. Bu yerda sartaroshxona, sartaroshlar narxini aytib o'tdi. Обязательно endi bari sizlarga qiziq-ku. Bu men endi bilmayman, sizlarga arzonmi yo qimmatmi. Endi premyerni, yaxshi, qimmat joy deb bilaman-da bu yerda. Soch olish 180 dirhammi? Soqol bilan? Soch soqol 260. 260. Bu degani 260 yillar $70 ekan. $70 soch soqol. Sochingga tegishlilar nima bor yana? Qimmati nima? Anavi sen keratin ham qilasan-ku? Keratin, jingale qilamiz. Jingale keratin qancha? $200. Так что endi shunaqa bo'pti. Sal serdo'yda mana meni oshnam, mana shuniki-da bu. Mana Carlos bo'ladi shu. Mana shu bola. Ko'rinyaptimi bu? Yaqindan boshqa rasmi ham yo'q, bir tuzukroqni. Naryoqda yur. Bo'pti. Rahmat. Boringga shukr ukam. Alloh rozi bo'lsin. Nima? Umidjon? Ishinglarga rivoj. Yaxshi bola bo'ling, aynimay. Hop, Obidal. Take care. Assalomu alaykum. Almas. Assalomu alaykum. Ana Carlos. Oshnam. Shu bolaniki. Da, rahmat. Shukr. Ishqilani amalladi u.
Endi bizani yashayotgan uyimizni, gostinitsamizda remont bo'lyapti. Shuning uchun mana bu narsalarga e'tibor bermaysizlar. Bu yerda yaxshi, agar remont bo'lsa ham akkurat yo'l ochib qo'yadi. Bizda nimagadir O'zbekistonda nima bo'lsa, nima deydi, remont bo'lsa ochmaydi. Nimaga unaqa, hayron qolaman. To'g'risi. Mashina bizani kutmoqda. Mana mashinam, mana mashinam. Bye. Give me key. Key inside. Give. Tak. Mana mashinamdan bittasi bu. 3 ta mashinam bor. Topinglar, ikkitasi qanaqa, iyili qanaqa. Nargi nima bo'lardi-ku? Ashuldan bori bo'z chiqqan-ku, bo'z. Yangi gellik rangi cool bo'lardi, bilasizlarmi? Coolni sotganman-da. Men buni olganman. To'g'risini aytaman, bu mashinani ko'p haydamayman. Sababi ko'p haydamashimning sababi nima? Ben biznesmenman. Men uchun mashina hech qachon ro'sqish bo'lmaydi ham. Chunki men Dubayda bor mashinani haydadim. Bugatti'dan tortib boshqasini ham endi nima tez yurar, qimmat, unlimited mashinalar bor. Limited deyishimmi? O'shalarni haydamaganman. Nimalarni haydaganman? Nima takoy. Undan sal pastroq o'rinlar. Endi shunaqa mashinalar bor. Qimmat turadi. 3 million dollar, 4 million dollar. Endi ular даже haydatmaydi ham-da. Например, nima sotish kerak-ku, uyda reklamaga turadi. O'ting, bratan, o'ting. Shunaqa gap. Mashina menga pul olib keladi. Chunki men bu yerda partnyorman bitta rentakar bilan. Lekin o'sha operatsion sistemasiga, ishiga aralashmayman u nimani, ishxonani, chunki men mashinalarimni berganman, keyin yana bir ikkita o'rtoqlarim mashinalarini bergan. Nima bular yurmaydimi endi bular? Bir ikkita o'rtoqlarim mashinalarini bergan. Ha, shundoq. Mana bunaqa tentaklar bordi, mana bular. Mana bunaqa qo'yadi yo'lga. Mayli. Mashinalarimni berganman, ular pul olib keladi. Nimadan qarab turaman? GPS dan qancha yurgan kilometriga hisoblab pulini olaveraman. Kerak payt aytiladi, mashinani kelib olib ketib turishadi. Shunaqa gap. Shuning uchun men har doim ham nima deydi, mashinalarda video olishni yomon ko'raman. Ya'ni aytdim-ku, o'zi 3 ta mashinam bor, ikkitasini topinglar, qanaqa mashina. Topsanglar, o'sha topgan odamga $100 beraman. Faqat yilini ham to'g'ri topinglar. Bu 24-yil. Endi ko'ramiz, endi nasib qilsa, agar bilmadim, poka что yangi yurgan bo'lsa, qancha yurdi bu? Necha yurgan? 26 ming yurgan. Ko'rsatib qo'y, 26 ming ko'rinyaptimi? 26 ming yurgan. Shuning uchun bunaqa ko'p yurgan deb o'ylamayman. Qolganini ko'ramiz endi vaziyatga qarab. Agar yaxshi ishlar yaxshi bo'lib ketsa dalcha, xohlasa, mana bu Marina, bilasizlar, Marina mana men bizdan nega urush payti tekkan. Nima? Raketasi to'g'ridagi. Почти bir oy ishlamadi, remont qilishdi tepasini. Shu dron kelgan mashina. Представить qilinglar, kichkina dron shunaqa dovush chiqaradi, bilmayman, katta raketalar nima bo'lardi. Mayli, самое главное tinchlik bo'laversin. Eson-omon hamma yoqda tinch bo'lsin, bizda ham, vatanimizda ham, Dubayda ham, chunki Dubayda ham juda ham ko'p odamni tirikchiligi bor. Bilasizlarmi, bitta tirikchilik boshlash, yana boshqatdan boshlash juda ham qiyin. O'shaning uchun yoshligimda orzuyim bo'lgan. Bu chunki nima, bunaqa mashinada nima yurardi? Jiyanim reper shoh. Rosa orzu qilardim. Mana bizga ham nasib qilgan ekan. Yuribmiz bir amallab, bundan o'tga. Niyatni to'g'ri qilish kerak edi. Niyat qilsa hammasi bo'ladi. Men shu narsaga убедиться qilganman, qilaman ham dalcha. Nimadir xohlasam, erishsam shu narsaga, dalcha erishib bo'lganimdan keyin boshqa narsa xohlab qolaman ekan. Odam zot shunaqa ekan,
orzusiga erishsa to'xtab qolmas ekanda, yana nimadir qolaverar ekanda, ya'ni bo'ldi emas, to'xtash yo'q ekanda, bilmadim endi men o'zimdan kelib chiqib gapiryapman. Mana hozir o'sha payti bir xonali uyim bo'lsa derdim. Hozir mana yashayotgan joyimni ko'ryapsizlar. Endi mana villa xohlayaptilar. Kamina. Men ko'ramiz, villa xohlab, mana uydagilarni olib kelib, hamma ota-onam, ukalarim hamma kelsa-da deyman-da. Uyda bo'ladi-yu, osh qilib, ko'chaga stolni qo'yib. Xudo xolasa uni ham olaman nasib qilsa. Nu paka yaxta xohlamayman. Nimaga? Chunki yaxta olganlar juda ham ko'p ubitgada, bilmadim. Chista для nima tusi uchun, kayf uchun olib qo'ymasa u narsa bilmayman, pul olib keladimi yo'qmi, bilmadim. Ko'ramiz endi qo'yganini. Nimadir shaqir shukur qilyapti. Men hayron bo'ldim, mashina nima to'kilib qoldimi? 28 ming yurib turibdi. Shunaqa. Hozir restoranga boramiz. Restoran qayerda joylashgan? GBR adres degan gostinitsaning ichida. Hozir bunda ko'prikka chiqsangiz ko'rsataman gostinitsani. Hozir chiqib olaylik ko'prikka. Xolis ozgina qoldi. Oldinlari bu rosa probka bo'lardi. Endi hozir yoz hisobiga odam kam. Lekin mana shu ko'prikni GBRga kirishi yo'lini o'zgartirishgandan keyin sal mashinalar ham kamayib qoldi. Ko'z tegmasa yaxshi. Shunaqa gaplar, azizlarim. Mana sizlarga so'z berdim, restoranni ko'rsatamiz deb. Mana, пожалуйста, hozir restoran haqida to'liq informatsiya beraman. Ozgina hozir endi baribir issiq, odam kechqurun bo'ladi. Hozir tak просто obzor qilib beraman. Nima-chi, qanaqa, nimalar bor. Qolgani esa kechqurun o'tirganda realni qanday o'tirsa, shunday video olamiz, xudo xolisa. Obstanovkani ham ko'rsatib boraman. Mana shu gostinitsa adres, mana shuning ichida bizning restoran osh. Maqtanmayman, lekin xudo xolisa biz Dubayda eng zo'r restoranlarni top 10 taligidamiz. Bizda ashi boshqacha obslugalar, produktlar почти 80% O'zbekistondan keladi. Maksimal darajadagi bizani restoranda o'tirganda O'zbekistonda o'zinglarni his qilinglar degan maqsadda shu narsalarni harakatidamiz. Xudo xolisa endi hozir ozgina mana shu nima urush bo'lgani bizga qattiq ta'sir qilib qoldi. No, xudo xolisa yaxshi bo'ladi, biznes joyida. Hech qochib ketgani yo'q. Kelsanglar, bir yeb ko'rsanglar, o'tirsanglar bilasizlar. Eng zo'r shirinliklar ham bizda desertlarni yoradi. Eng zo'ri Napoleon. Napoleonni yeb ko'ringlar. Videolarimda unaqa qilib qo'yib berardim. Shunaqa. Har dushanba bizda osh. Hozir bilmayman, bormi yo'qmi, ani bez ограничения qilib qo'ydik oshni. Oshxo'rlar bo'lsa, anaqa mana qilib yeydiganlar hozir moda bo'lib ketdi-ku, unaqa yeb hamma qo'yapti. Osh yeyish. Kelsanglar. 150 dirham to'laysizlar. Lekin 150 dirhamga O'zbekistonda bir qozon beradi-da, rahmatulloh. Endi bizda endi baribir Dubay qimmat shaharda. Bizda arenda qimmat. Oyliklar qimmat. Ofitsiantlar ham hammasi seriozniy $2000 oylik oladi ofitsiantlar ham. Yomon emas-da, nima demoqchiman. Qo'ldan kelgancha hammani podдержка qilganmiz, nasib. O'shanga yarasha baribir narx-navo ham shunaqa bo'lishi kerak. Uровень boshqa. Bizda ham payshanba, juma, shanba tusovka, soat 3 gacha gayguy. Полный Russian community, SR community hamma shu yerga. Albaniylar, местныйlar ham kelishadi. Местныйlar endi ko'p emas, uni keladi. Endi bu rayonning o'zida ko'p o'rislar ko'p. O'rislar, Russian community, imенно европейцlar shunaqa. Shunday gaplar. Hela qamona deydi. Bosh ko'tarma bosh. Oldinlari mana shu 1 soatlab probka turardi deydi boru. Yaxshi o'zgartirib berishdi boru. Hamma shunga qiziqadi, zug'u yursa-da.
to'g'risi aytsam menga уже bu narsalar вообще qiziq emas. Men chista kontent uchun qilaveryapman. Qo'ymayaptiman, bosing deb. Mana keldi adres, location. Send me location desanglar, mana shu send me location bo'ladi mana sizga. Bitta yozib yuborsanglar, send me location desanglar, Send me location, send me. I'll send bo'ladi. Mana shu lokatsiya. Ketdi restoranga. Odam ko'p. Yaqinda nima payti urush bo'lganda 7% to'laydi, chunki bitta adres degan otelga urishdi-ku raketani. O'shanda sal obro'si tushdi-da. Lekin yo tez ko'tarib oldi o'zini obro'sini. Ko'z tegmasin. Tak, ikkita yo'l bor, uchta yo'l bor bu yerda. Bittasi liftdan, o'tgan safar antdan ko'rsatdim. Biz bugun liftdan tushamiz. Imomdan ham tushsanglar bo'ladi. Lift ham tushasizlar, lift L. Biz 3 ta etas bu yerda. M ga tushasizlar, mana ham yozib qo'ygan mana. M floor, salon, restoran, osh. Qolgan restoranlar yopildi. Chunki hamma biznesni ololmaydi. Tak, mana kirishda bizlarni kirish yilida ona xolodilnik turadi. Endi biza osh Dilmar-ku, osh nima Dilmar? Osh bu ya'ni bizlarni o'zbekcha ovqatlar, Dilmar ya'ni bu moreprodukti, suv nimalarida, dengiz taomlari bo'ladi, o'zbekcha ham esdan chiqib ketgan. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, bu salmon Norvegiyadan kelgan. Bu haqiqiy baliq, bu rasm emas bu. Normal, yeah, open. I want to show them. Open. Taniyapsizlarmi? Kinoda chiqqan. Ha. Billa. Haqiqiy salmon, Norvegiya. Ko'rasizlarmi? Norvegiyadan kelgan bu. Voy billa. Sibas. Videoda qo'yib yuborur. Bu Sibas. Bu Ispaniyadan kelgan. Ispanskiy. Tak, vinoga keladigan bo'lsak, vino ko'ryapsizlar, har xil turdagilari bor. Vino bizda $100 dan, $80 boshlanadi butilkasi, почти $30,000gacha. Tak что tanlab olaverasizlar. Har xil yillab turganlari ham bor bizda. Tam 60-yillar, 70-yillar har xil. Хорошо, это Алина, наш маркетолог. Я YouTube-блог для YouTube, то что за полный маркетинг еще boshqaradi. Весь маркетинг-контроль. Через маркетинг bilan проблемалар она решается. Что, Джонни нет, да? Ну все, ладно. Все хорошо? Рад видеть? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут bizning restoran. Так. Gullarni bilasizlar. Bizlarning eng zo'r gullar. Qizlar yaxshi ko'radi bu gullarni badarka qilish. Bizda gullar ham sotiladi. Gullar narxi 1000 dirham. Tak. 1000 dirham $270-300 mana shu gul. Lekin bu Armeniyadan keladi. Так что shunaqa. Вань. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам, как у вас? Нормально. Это Ваня. Это для блога, для Ютуба. Ваня, он менеджер. Лучше, если что, меня нет, к нему. Я здесь, конечно. Он все вопросы решает. Даже фейстоп, фейс-контроль. Через него только. Мы ничего не решаем, он. VIP-зона. У нас вот VIP-зона. Сколько у нас посадочных мест общих? 200, да? 200 odam o'tiradi. Мы же летом тоже работаем, да, на террасе? Или мы просто никто не будет сидеть, да? Ну вот. Yozda iloji yo'q. Получается половина. Если никто не сидит, сколько здесь внутри? Здесь Общих? до 100, если До 100, да? полный full там 100. 100 tagacha nima?
Полный рост mana. Ikkita VIP zona. Да, 80. Хорошо, спасибо. Вот. Shunaqa gaplar, bu VIP zona. О, что за крутая женщина? Че с тобой? Че, на брейке? Все хорошо? Нормально, для Ютуба блог снимаю. Показываю Ош. А это что, новая зона наша? А вот этот большой? Ишкалов. Это третья VIP зона, да, сделали? Нормально. У VIP. Shunaqa. Ko'cha issiq, o'shaning uchun bitni ko'ryapsizlar. Bu yerda bilmayman bugun DJ bo'ladimi, bo'lishi kerak vроде DJ, masjidga qo'ysa kerak DJ-ni. Bu kaksigida kaminani stoli, har doim shu yerda o'tiraman. O'zi bu stol hech kimga berilmaydi, faqat o'zimiznikilar. Shunaqa. I don't really wanna feel this sick deep down, down inside of me. I don't know if this is what my life's about. A drown in empathy. 'Cause all of my friends are gone. Bu короче DJ zona. O'tirib oltiribmiz. Uni tusi bo'lganda DJ-skiy такой qiluvlar. Bizda qizlar o'ynaydi, bilasizlar. DJ-skiy такой xohlasang xalqning muzikalar qo'yiladi bu yerda. Sekin odamlar yig'ilyapti, xudo xolisa. Ya, lepyoshka Norman, number 1 Norman. Okay. Bugun lamb chop, put to my friend Henry. Tanishtiraman, this is Henry. Just look, say hi because this is for YouTube, my channel. Yeah, bu GTC'ni marketingni boshlig'i. Yeah. Sekin odam yig'ilyapti. Hozir oshxonaga ham o'tamiz. Ovqat shunday yeb olaman, oshxonaga o'tamiz. Oshxonada hammasini ko'rsataman. Qanaqa ovqat qiladi. No, it's okay, just keep it. Thank you so much. Shunaqa kesanglar, mana shunaqa shirin ovqatlar yeyishlar, xudo xolisa. Shunaqa gaplar. Bo'pti, bizga yoqimli ishtaha. Rozi bo'lasizlar, ozgina pergovor, keyin oshxonaga o'tamiz. Hozir men sizlarga ikkanni ko'rsataman. Sheflar qanaqa ishlashini ko'ringlar. Where is my order? Order is Hello. Bizani oshxona bu. Hamma ovqat qilishni boshlayapti. Bu yerda baliq kesyapti bu yerda. Mashalloh. O'sha zakaz baliqda. Bizani shashlik bu. Shashlik pishyapti mana. Bizani shashlik. Nimalar ko'rishdi yana oshxonada. Shunaqa qiladi, zakaz oladi, qiladi ish qilib. Ehtiyot bo'lib. Yonib ketma. O'g'riz hamma mehnatda mana ko'ryapsizlar. Чебурек, да? Это чебурек? Да, вот чебурек tanlashyapti. Qilib. Mana bizani oshxona. Bu yerda salat tayyorlayapti. Baqlajonli salatlar, karpacho. Mashalloh. Ishqilib shunaqa. Muzikalar bilan bizani anular, to'g'rilar faqat kayf qiladi. They have a music, they like dancing. Yeah? Oh, more comfortable. Thank you, chef. Bile. Ishqilib mana shunaqada bizani joyini. Bu yerda muzikani turadi. Mr. Norman. Ishqilib ko'rsatmasin. Odam sekin ko'payib qo'yapti. Mana oshga kelsanglar, mehmon bo'lib ketasizlar. Yozda biznes ushlab qolish juda ham qiyin. Yo'qda maksimal ishlab qolmaydi.
Shu bilan bugungi obzorimiz tugadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, men xursandman. Yoqqan bo'lsa, podpiska tashlab qo'yinglar, like, komment, bomba qo'yinglar. Bizga xudo xolisa maksimal darajada kontentlarni yorib olishga harakat qilamiz. Keyingi safar nimani ko'rmoqchisizlar? Обязательно aytib o'tinglar. Biz sizlarni oshni kutamiz. Oshni tusovkalari bilasizlar yomon bo'ladi. Ko'p o'zbeklar kelgan. Bizning restoranga marhamat. Osh nomer 1 Dubayda bilinglar. Shunaqa gap. Hammaga rahmat.